Istiqbollarimiz sinovda ishlayapti. Bu obyektimizda bog'cha bo'lyapti. Nasib qilsa bu yerda isitish tizimi, radiatorlar, eng qizig'i bu yerda PPR ishlatmayapmiz. Hammasi press fittinglarda qilingan. Hammasi albatta hisob-kitob qilingan. Bu yerda shu kollektor gruppa qilib berganmiz. Istiqbol bilan luchvoy sistema. 6 ta xonamiz bor. 6 ta xonamizda mana istiqbollarimiz sinovda ishlayapti. Radiatorimiz. Qachonga keladigan bo'lsak, bunkerda 200 kilo atrofida ko'mirimiz sig'adi, xoki albatta. Bu hozircha angren sinovda yonyapti. Bir baho berib qo'yasizlar yonishini. Hozir tugay deb qo'ygan. Sinovda uchun ko'p kuchaytirmayapti. Hozir haroratimiz ko'cha issiq. Gidrokollektorimiz Vataprovdan originalidan. Chistotniy sirkulyar nasoslar qo'yib berdik. Buni hisob-kitob qilib berganmiz. Albatta, hammasi kuchi yetyapti va aqlliroq. Qo'shimli bo'laga keladigan bo'lsa, elektrimiz keladi. Kerakli haroratga bo'lganda pogrujnoy orqali kontrol qilaveradi. Resirkulyatsiya qilib berganmiz. Keyin yo'nqisimiz distrillangan suv 1 tonna kelib turadi. Keyin bu yerda 2 ta hammomimiz bor. Press fittingda bo'lgan, bu yerda PPR ishlatmaganmiz. PPR faqat kontrolni kranlarni qo'yib qo'yganmiz. Tahorati rakvina bo'ladi. Kimga shunaqa xizmatlar kerak bo'lsa, aloqadamiz.